Qadrli do'stlar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar YouTuberlar? Sizlarga men xamir qilish o'rgatmoqchiman. Qat-qat somsani xamiri. Mana tayyor holatda. Men hozir sizlarga shuni ko'rsatmoqchiman. Mana bu xamir. Mana turishi. Mana qatlari. Mana bu tomonni ham ko'rsataman. Ko'rinyaptimi? Xo'p. Mana shu xamirni men sizlarga noldan qilishni ko'rsataman hozir. Xo'p. Xo'p, bunga ketadi. Biz sotuvga chiqaramiz. Unaqa 2 qoshiq, 3 qoshiq, 1 qoshiq tuz solasan, bir bo'lak piyoz solasan demayman. Gram, kilogram konkret hammasini men sizlarga tushuntiraman. Xo'p, mana bu yerda men 5 kilo un olib qo'yganman. Retsept shunaqa. 5 kilo un, 2 litr, 1 litrlikdan 2 banka suv, 80 gram tuz. Boshqa narsa ketmaydi, xamirni o'ziga. Hop, biz meshalkada qilamiz, lekin men hozir sizlarga qo'lda qilishni o'rgataman, ya'ni hammada ham meshalka yo'q, shuning uchun men qo'lda qilib ko'rsatib beraman. Hop, mana to'g'ramiz. Mana 2 banka suv. 80 gram tuz solib qo'yganman bunga. Tayyor. Mana bu 5 kilo un. Tagida ozgina qo'yapti. Kamiga solamiz buni. Ozgina vaqt ketadi. O'zimiz xamir meshalkada qilganimiz bilan endi ko'pchilikda xamir meshalka bo'lmaydi. Shuning uchun mana xamirga olib kel, ko'rsat buni. Ko'rinyaptimi endi? Ko'rinyaptimi? Ana shunday ko'rsatib tur. Buni bu ko'rgan odam qanaqa xamir ekan deydi. Buni mushlanmaydi. Faqat mana shunday qilib bir-biridan uzib mana shunday qilib xamir qilinadi. Mana shu yevarguncha unlari bir-biriga ishqalab buni nonni xamiriga o'xshatib mushlanmaydi. Faqat mana shunday qilib bir-biriga ishqalab yedirib yuboriladi. Ozgina vaqt ketsa ham, kimdir shuni o'rganaman yurgan bo'lsa, sabr qilib ko'rasizlar. Qattiq xamir bo'ladi, bir ko'rimsiz. Masalan, nima desa bo'ladi? Nonni xamiri bo'ladi, dumbadek. Novoy nonni xamiri yoki o'sha bilish gummalarga qilinayotgan xamir bo'ladi. Bu unaqa bo'lmaydi, bu juda ko'rimsiz, xunuk xamir bo'ladi. Mana shu bir mana qilib uzib, mana
Orada bir ikki mushlab qo'yiladi. Mana. Bo'ldi, yana ko'p mushlamaysiz. Chunki mushlasangiz maslini o'ziga olmay qo'yadi. Mana shu uzib borilaveradi. Olasiz, mana. Uzasiz, mana shunday qilib. Mishalkada qilganimiz uchun dangasa bo'lib qolganmiz. Mana shu shaklda uzib, mana uzib oxirida mana qilib qilinadi, xullas. Mana xamirimiz tayyor bo'ldi. Xo'p, xamirni ko'rsangiz, juda haligi aytarli bir chiroyli dumbadek xamir bo'lmaydi bu. Juda g'alati xamir bo'ladi. Qattiqligi mana shu. Suvga keladigan bo'lsak, 5 kiloga 2 litr suv quyamiz. Xo'p, 2 litr suv quyadigan bo'lsak, yarim pilla, 1 pilla qachondir ortiqcha ketadi suv, qachondir kam ketadi. Uni hamma unga bir xil suv quyilmaydi. Un qaysi zavodda ishlab chiqarilganiga bog'liq, qaysi markadagi un, nomi qanaqa, ana o'shanga bog'liq. Hozir birinchi sort undan qildik buni. Endi hozir mana shunday qilib mushlab, oxirida buni mushlab, mana Novvoy nonni oddiy nonlari yoki bilish, mana bu gummalari xamiriga o'xshab qattiq mushlab mana shunday qilinmaydi. Chunki bu tekis bo'lib oyna bo'lib qoladi-da, keyin masilka surkayotganimizda o'ziga olmaydi hali masilkani. Viqillab chiqib ketaveradi. Shuning uchun ko'p mushlanmaydi bu narsani. Buni hozir o'rab qo'yamiz. Ma'lum bir vaqtdan keyin olib masilka surkaymiz keyin. Mana xamirni ahvoli mana shu. Hozir salafanga o'rab qo'yamiz buni. 10 minut, 15 minut, yarim soatmi, 1 soatmi o'tgandan keyin buni masilka surkaymiz. Biz mana shu yoqdan ishlatyapmiz. Endi bu reklama bo'lib qolsa ham ko'rsataman. Hamma vaqt har xil. Hozir biz mana shu milter degan mana 2 kilolik hamma vaqt har xil ishlatganmiz. Hozirgi kunda biz shundan ishlatib turamiz. Milter qaydadir sloyka deydi, qaydadir masilka deydi.
Qaylarini milter deydi. Buni farqi yo'q. Mana shunaqa 2 kilolik bo'ladi o'zi. Men hozir 1,5 kilo, 5 kiloga 1,5 kilo ishlatyapmiz. 10 kiloga 3 kilo bo'ladi o'shanda. 5 kilo xamirga, 5 kilo unga 1,5 kilo. Buni hozir ezamiz. Qaysidir obrazda ezamiz. Kimdir shpatilda qiradi, kimdir ozgina duxovkada eritib oladi. Eritganda ham sal yumshaydigan qilib eritib oladi. Ishqilib eritish kerak. Yosh shpatil bilan qiradimi? Bunday qilib shpatil bilan ham qirardik-da. Mana bunaqa bo'lib, hozir men pichoqda qirib ko'rsatdim buni. Xullas, ilgari shpatilda qirardik. Endi ilgari qadimda. Hozir endi shpatilda qirilmayapti. Bu yerda duxovkaga tiqib qo'yamiz patnisga. Mana bunday bo'lib, xuddi mana bunday bo'ladi. Mana xamirni 1 santimetr qilib yoyib qo'ydik. Mana keng qilib, qalinligi 1 santimetr yetadi. Mana shu qo'limchalik. Endi mana maselkani mashina surkaymiz endi. Qalin bo'ladi. Lekin shuni surkaymiz. Xo'p, qadrli do'stlar, mana mashg'ulotga keldi. Endi videoni qisqartirib, juda ko'payib ketayotgan ekan. Majburman qisqartirishga. Mana qo'llarimizni bunday qilib ishqalab tozalab olamiz. Mana chekkasini bunday qilib qayirib, havosini chiqarib, mana bunday qilib 15-20 minutga qo'yib qo'yamiz. Salafan bilan o'rab. Mana hozir 1 santimetr qilib yoyib olamiz. Katat qilayotganda mana uni sal mana roqqa osiltirib olsak, xamir qochib ketmaydi. Bemalol urilaveradi, surilaveradi bunday qilib. Xamir qochib ketmaydi, mana ilintirib qo'yilsa. Mana itiralib qoladi. Xamir hech qanday qochib surilib ketmaydi. Mana bo'ldi. Mana yana salafanga o'rab qo'yamiz. 15-20 minut, yarim soat, 1 soatdan keyin mana shuncha qalinlikda qilib 40 sa bo'laveradi. Hozir ko'rsataman uni ham, xudo xolisa. Bo'ldi. Mana xamir yoyib oldik. Men gap qisqa qildim. Videoni qisqartirishim kerak. 20 minutga qarab ketib qoldi. Shuning uchun zerikib qolmayman deb xamirni mana yoydim. Xamir 3-4 santimetr. 3 santimetr qilsa ham bo'ladi, 4 santimetr qilsa ham bo'ladi. Mana hozir enani ham shu 3-4 santimetr qilib qirqamiz. Qirqdik. Yonidan yarim santimetr yarim santimetr kesib oldik. Tepasiga qo'ydik mana.
Mana shu. Endi buni pastga bosib, cho'zib, mana. Mana xamirning ko'rinishi. Mana bet qismi, mana yon qismi mana. Endi buni kesib ko'rsatib beraman. Mana. Ish davomida qo'lingiz keladi o'zi, sekin-sekin 10 ming soat qonuni deydi. Qancha ko'p shug'ullansangiz, shuncha mutaxassisga aylanib borasiz. Mabodo biror narsani tushunmasangiz, qayta-qayta ko'ring videoni, albatta tushunasiz. Mana xamirning ko'rinishi. Yaxshi ko'rinyaptimi? Mana xamirning ko'rinishi. Mana. Mana beti. Endi men buni hop. Buni endi yoyishni ham biraloq ko'rsatib o'taman. Hop. Hozir. Mana. Mana hozir jilt ochishni ko'rsataman. Mana qilib suvga botirib olamiz. Yopishib qolmasligi uchun. Mana harakatlarni kuzatsangiz oson bo'ladi. Bo'ldi mana hozir. Hop. Mana undoq qilib, mana sal undoq qilib, mana shu tayyor somsa. Shuni tiqsak pishdi, xudo xolisa.